Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlarım. Bugun ko'pchilik bilan oldin kelishganimiz bo'yicha har yili Norvegiyada qo'limizga keladigan bosh qog'ozi, ya'ni skattemelding haqida qisqacha bir tushuncha berish uchun bugun ekranni ochdim. Bu vaqtda oldinmi o'qituvchi chiqarib qo'ygan. Buningda hamda diqqat qilishga tegishli narsa shuki, qarindoshlarim, agar boshqa davlatdan kirib ko'rayotgan qarindoshlarimiz bo'lsa, sizlarga eskartib qo'yishim kerak. Bu bugungi tema asosida Norvegiyadagi boj ishlari to'g'riliq bo'ladi. Ya'ni Norvegiyada bojni qanday topshiramiz, nimalarga diqqat qilish kerak, boj qog'ozini qanday o'zgartib to'liqlab qayturimiz skatqa, ya'ni boj idorasiga degandek temalarda bo'ladi asosiy mazmun. Shunga bu programmaning mazmunidan oldin xabardor bo'lib qolishingizni umid qilaman. Norvegiyalik qarindoshlar, agar program jarayonida shu boj to'g'riliq nima bo'lsa, boj to'g'riliq so'raydigan savollar bo'lsa, ekranga yozsanglar, so'rasanglar va yoki mening telefon nomerim ko'pchilikda bor, telefon qilsanglar bo'ladi. Bugun Norvegiyada mening bilishimda tunji qatam Uyg'ur tilida bunday qiliq boj qog'ozi to'g'riliq bir program qilganimiz bo'lg'achqa, men bu 6 yil mushu idorada, davlat boj idorasida ishlash jarayonida o'rganganlarim asosida bilganimning hammani ko'pchilik bilan o'rtoqlashishga tirishaman. Ham ko'pchilikning bergan qo'ygan savollarga to'liq to'g'ri javob berishga tirishaman. Albatta, bu yerda endi bu bojniki hamma mazmuni to'g'riliq so'zlasak, birsi en az 5-10 saat vaqt ketishi mumkin, hatta undan ko'p. Yana birsi aniq deyish kerak, bu bojning ishlari inchki nuqtalar nihoyat ko'p. Meniki mu hammani bilib ketishim notayin. Chunki oldi bilan o'zimning boj idorasida nima ish qilganligimni bir qisqacha deb o'tay. Ko'pchilik shuningga asosan bir hukm paydo bo'ladi. Bu nimada endi bizning Norvegiya davlat boj idorasi, Norvegiya skatta etatin ekranda chiqib turibdi, boj idorasining ismi. Buningda 6 cho'ng bo'lim bor. Buning ichidagi eng cho'ng bo'limi shu ko'pchilik hammadan ko'ngil bo'ladigan boj hisoblash bo'limi. Ya'ni har turli bojlarni hisoblab, boj topshiruvchilar bilan bevosita aloqa qilish orqali to'g'rini tuzitishga mas'ul bo'lim bor. Bu bo'lim shu har birimizniki, Norvegiyada yashayotgan har birimizniki boj ishlarini tuzitish, ortiq topshirgan bo'lsak, uni qaytarib berish, kam topshirgan yerimiz bo'lsa, uni to'liqlab elish ishlariga mas'ul. Uni skatt och avgift avdelning deymiz. Shu bo'lim mush ishlarga mas'ul. Men shu bo'limda ishlayman, ammo mening qiladigan ishim asoslari shu chet eldagi boj idoralari bilan hamkorlashish. Buning ichida shu Yevropadagi hamma davlatlar bor, undan boshqa Amerika, Kanada, Avstraliya, hatta Yaponiyagacha. Bir Xitoy yo'q. Xitoy bilan hozircha boj kelishimi, to'xtamli tuzgunimiz yo'q. Bo'lib qolamdi bilmayman. Nima ish qilamiz deganda, men Norvegiyadagi vatandoshlardan boj oladigan ishqa emas, Norvegiyada ishlagan chet elliklar, o'zinglar bilasizlar, masalan, Norvegiya neftni ko'p ishlab chiqaradigan davlat bo'lg'achqa, bu davlatda dunyoning hamma yeridan kelib ishlaydigan chet elliklarni aytib ko'p. Baydeganidek, shu Yevropaniki har qaysi joylardan tortib, butun shu Amerika, Kanada, Avstraliyagacha misha kelib ishlaydigan
texnik xodimlar bor, odatdagi ishchi xizmatchilarmi bor. Mushlarning ichida ikki davlatniki boj kelishimlari haqidagi hukmlarni toza aniq bilmagach, bojni to'g'ri topshirolmagan yoki topshirmay qolgan va yoki ortiq topshirib qolganlar bo'lsa, biz chet eldagi shu boj ishlariga mas'ul organlar, boj idoralari bilan hamkorlashish orqali masalan Nurukla topshirishga tegishli boj bo'lsa, chet elga topshirishga tegishli boj kerak bo'lsa, ular bizga aloqa avatidi, iltimos avatidi. Biz bu yerdan manda bojni topshirmabsa deb tushunish orqali o bojni yig'ib, bojni olgandan keyin chet el hukumatiga avatib beramiz. Va yoki chet ellik birisi kelib bu yerda ishlab bojni to'liq topshirmay yoki topshirmay ketib qolgan bo'lsa, masalan Amerikadan kelib pulni tepiblar qochib ketgan bo'lsa, boj topshirmagan bo'lsa, biz Amerikadagi IRS bilan hamkorlashib, aloqa qilib, ma adamning manchilik pul tepibdi bizda o'tgan yili, ammo manchilik boj topshirish kerakdi, topshirmay ketib qolibdi deb Amerikadagi IRS bilan aloqa qilgandan keyin ular u yerda u odam bilan aloqa qilib bojni elib bizga avatadi. Demek mening qilgan ishim mushu, qarindoshlarim bilib qolsanglar bo'ldi. Men yana bevosita shu Norvegiyada yashaydigan Norveg vatandoshlardan boj oladigan ishni bevosita qilmayman. Asoslari shu chet ellik hukumatlar bilan hamkorlashib, boj ishida hamkorlashib, o'zaro bojni to'liqlash ishi shunga shug'ullanaman. Buning ko'pincharoq shu Germaniya, Avstriya, Fransiya mushtarakdagi ash davlatlarning vatandoshları mishakka boj topshirmay ketib qolgan bo'lsa, biz davlatlarni bilishib olganda, masalan, mening da xizmat doiramda Germaniya bor, Avstriya bor, shu shimoldagi, Skandinaviyadagi 5 davlat bor. Undan boshqa men masalan Amerika, Kanadaning ishlarini qilmayman. Yaponiya bor. Yana masalan Meksika degandek shu bir qism davlatlarni men bilib qo'ygan. Koreya degan o'xshash. Şu an mening xizmat doiramni taxminan bilib olsanglar, bu adash nemish qildiki deganda kanallarda bir son bo'lgandan keyin buning biladigini qanchalik bo'lishi mumkin deganga bir hukm bo'ladi kanallarda va faraz qiladysizlar. Ammo qandaqdir bo'lmasin, bizning qilayotgan ishimiz boj bo'lg'ash, hamma har yili boj topshirayotgan bo'lg'ash Norvegiyada. Shunga bu boj qog'ozdagi bilisizlar, shunaqa nomer bo'yicha ma'lumot bu. Aş nuqtalarning ko'pinchisini bilaman deya olmayman. Ham bugun shu programma ishlash uchun ozroq tayyorlik qilganmi bo'ldim. Ya'ni biz ham bilmaydigan ham diqqat qilishga tegishli taraflarni ozroq o'qiganmi bo'ldim. Va shunga bugun deganim o'zim bilgan asosda, qanchalik bilsam shunchalik asosda ko'pchilikka bir shu boj ishidan ozroq bir hukm berishga, o'zaro fikr almashtirishga tirishish asosiy maqsad bo'ladi. Buningda har yili 3-oyning oxiri, 4-oyning boshlari bizga boj qog'oz keladi. Ya'ni Scott Melding deymiz hozir, ilgari Sel Anniversary deydik. Hozir 2017dan boshlab buning ismi o'zgardi. Scott Melding. Ya'ni tax return. Amerikadagilar, ingliz so'zlaydigan davlatdagilar muajjilni qaytadi bu narsa tax return. Shu tax assessmentni olgandan keyin qo'limizga Scott Meldingni endi umumiy ahvol nima deganda Norvegiyada biz norveglarni ba'zida shanxoq qolamiz Yevropaning qozoqlari deb. Ama bularni nihoyat qiziqish keladigan hisobda. Nima desanglar, bu bojni Scott deydi bular. Scottning ma'nosini menimcha ko'pincha bilasizlar. Oltin yombu, boylik degan gap. Ya'ni hukumatga bu albatta oltin yombu. Chunki davlat shu boj bilan boshqariladi. Siz va men topshirgan boj bilan boshqariladi.
Şuna ular skat deb ataydı, yani altın yan bu, ama bizge o zahar bo'lishi mumkin. Ahmaqandan olsun. Biz mush davlat yashayotgan ekanmiz, albatta bizning bosh topshirish majburiyatimiz bo'ladi. Chunki bizning masalan bolalarimiz baqaga o'qiydi, doktorlar bekorlik va boshqa shu paravonlik ishlari, masalan ishsiz qolganlar oshqolmaydi, yalang'och oshqolmaydi, ishsizlik puli bo'ladi, faqat ishlayolmaganlarga sotsial puli berildi deganga o'xshash. Mana mushundaqlarningki hammasi, ashundan ketilgan pullarning hammasi siz va men topshirgan boj orqali ta'minlanadi, ya'ni u pul siz va men topshirgan bojdan keladi. Shunga bularning skat deb atishimi balkim o'rinliq deb o'ylasam bo'ldi mencha. Endi yana bir ahvol borki, Norvegiyada uzun yillardan davom qilib kelyapti bu ahvol. Shu skat meldan kelgandan keyin 500 ming atrofida odam bu skat meldinga qarabmi qo'ymaydi ekan. Tekshirmaydi ekan, ya'ni. Bunda qilganda oldi bilan ziyon tortquchi shu odamning o'zi bo'ladi. Chunki bu skat, ya'ni skat meldinga to'ldirilgan son siferlar, masalan, sizning o'tgan yillik, bir yillik kirimingiz nechlik bo'ldi, topshirgan bejingiz nechlik bo'ldi, uyingizniki puliga, bankdan olgan qarz puliga topshirilgan o'sim qanchalik bo'ldi deganlarning hammasini bu skat etatining markaziy kompyuteri bor. Bosh mengisi bor, bir cho'ng kompyuter bor. Ashu to'ldiradi. Ya'ni odam to'ldirmaydi buni avval. Bir mashina to'ldirgan son seferlar. Shuning uchun uni faraz qilish tas emas. O mashina bo'lgan ekan, uning xatolik o'tkazishi turgan gap. Shunga bu skat meldin kelgandan keyin uni tekshirmaylar, o'tkazib etsangiz, shu mashinaniki o'tkazgan xatoligi bo'yicha bojni topshiraverasiz. Ya'ni büyük bir ehtimollikda bojni normal siz topshiradigan sondan jiqaroq topshirayotgan bo'lishingiz mumkin. Shunga agar o'zingizning puliga ichingiz og'risa, bojni ortiqcha topshirishni xohlamasangiz, cho'qim skat meldingni bir boshdan ko'rib chiqing. Bo'libmi ashunday yozilgan sonlar to'g'rimi xato, uni inchik tekshiring. Buni qanday tekshiramiz deganda, her yilning oxiri yoki yilning 5'ida, masalan, bu yili 1-oylarda yoki o'tgan yil 12-oyda har qaysi banklar bizning skatga, boj idorasiga sizniki bankadagi iqtisodingizning ahvolini to'liq ma'lum qiladi. Ya'ni bu odam o'tgan yili bank kontosiga qanchalik pul kirdi, uningdan qanchaligini xashladi, qanchaligi bor, u pullarni nega xashladi hatto. Ashlarning hammasi bankingizniki ash kontoda tizimliq bo'ladi, uni bizga avatadi. Tafsilotini. Avatgandan keyin bu son puttul abayman degan aloqa kompyuterga boradi, kompyuter uni xotirlab oladi. Andan keyin bu bankadagi kattama, andan keyin sizniki xo'jayiningiz, ya'ni sizga ish beruvchi o'tgan yilda bu odamga nechalik maosh berdim, bu odamdan qanchalik boj tutdim, mushuning hammani bu bizning skatga avatadi. Yani buni avatgandan keyin uni utul berib, shu markaziy mashina kompyuterga boradi, u uni xotirlaydi. Va bundan boshqa yana nurg'un organlar bor, shu hammamizniki iqtisodiy faoliyatimizni, bo'lib shu ilm berim ishlarimiz, qarz va boshqa ishlarimizni sotsial polidan tortib hatto skatga ma'lum qiladi. Chunki bu hukumat, bu davlatning hukumati skat tayinib boshqardi bu davlatni. Shuning uchun hamma shu iqtisodiy faoliyatlar shu skatga doklad qilinadi. Andan keyin kompyuter skat meldingni har birimizga ayrim shu kelgan ma'lumotlar bo'yicha skat meldingni yozib
to'shqizib turlarni avatidi. Hem şuna bunu da bay degandek bu kompüter boğaşqa, onun xatolik o'tkazish ehtimoli boğaşqa, uni Scott Melding deb avatishga maqsadmi? Ama o sana quturilgan bu o'tgan yilgi ahvoli sen bir tekshirib baq degan maqsadda buni Melding deb atagan. Ya'ni uchur sizga berilgan bajaqidagi uchur. Muşundan ko'rib bo'ladiki, uni tekshirish bek muhim. Shunga bu vaqtda oldin deydiganim qarindoshlarim mumkin bo'lsa hammaylar mushu Scott Melding kelgandan keyin uni tafsili ko'rib chiqishga tirishayli. Yana bir ish, unutib qolmang. Uni to'shqizib qaytirib o'tish vaqti oxirgi chek mushu oyning 30'i, ya'ni 4-oyning 30'i. Eğer muşkundan eşip ketib, muşkundan keyin siz muşkundan oldida siz uni to'shqizib avatmisiniz, shu Scott Meldingda nima yozilgan bo'lsa, shu bo'yicha ma'noda sizning bejingiz. Bu Scott Meldingdan keyin 6-oyda Scott Opior degan bir narsa keldi. Scott Opior degani, ya'ni boj haqidagi qaror. Bu nima qaror deganda bu siz uni o'ngishgandan keyin, tuzatgandan keyin ham mashina muqayyiz tekshirib o'tgandan keyin oxirgi qaror, ya'ni Scott Opior. Scott Opior kelganda u oxirgi sizning topshiradigan bejingiz manchilik bo'ldi deb qaror chiqarilgan bo'ladi. Buningda ba'zilar so'radi mendan, bu Scott Meldingning o'zida xatolik bor, ya'ni mendan jiq bosh tutyapti. Buni to'lamasam bo'lamdi deb so'ragan qarindoshlar bo'ldi. Buning beradigan javobim, bu Scott Meldingdan nima yozilgan bo'lsa, siz uni majburiy to'laysiz. Ya'ni bu davlatdagi ahvol shu, reallik shu. Mashina xatolik o'tkazgan bo'lsa, uning xatoligiga yo'l qo'yamiz, ammo uni tuzitish qachon bo'ladi deganda, siz Scott Meldingni o'zgartirib qaytargandan keyin 6-oyda keladigan Scott Opior deganda, masalan deylik, Scott Meldingda sizni 5000 kron boj topshirasiz deb kelgan bo'lsa, bu mashinaning xatoligi sababli xato yozilib qolgan bo'lsa, siz uni o'zgartirib aslida topshirmasligim kerakdi deganni son sifrlar orqali isbotlasangiz, 6-oyda keladigan, kechkisi 8-oy, 10-oyda keladigan Scott Opiorda bu son o'zgartiriladi. Ya'ni -5000, ya'ni 5000 kron topshirsiz degan gap sizga 6000 kron qaytariladi deb o'zgartirilishi mumkin. Shunga dastlabki Scott Meldingda kelgan pulni majbur topshiramiz, ammo bu xatolik 6-oyda Scott Opior kelganda yoki 10-oygacha bir keladi Scott Opior. Shu chaqda oxirgi qaror chiqqanda bu xatolik o'zgartiriladi. Sizningki xato tutilgan pullaringiz qaytariladi. Ham agar sizga boj qaytish kerak bo'lsa, uni qo'shib qaytarib beriladi. Shunga buniki jarayoni shu. Ya'ni ma qog'ozga xato yozilibdi, ben buni topshirmayman desangiz to'g'ri bo'lmaydi. Uni majburiy topshiramiz. Topshirgandan keyin tuzitish keyingi qadamda bo'ladi. Bu Scottniki, bu boj ishlarniki Norvegiyadagi qoidasi shu. Shuna buni bilib qolsak bo'ldi. Ondan keyin bizning Uyg'urlarimiz shu o'sim ishiga alohida diqqat qiladi. Mayli bankadagi munosabatlar bo'lsin va boshqa jihatlardan bo'lsin, o'sim harom bo'lg'ach, bilib bilmay o'sim to'lab qolmay deydigan ishga diqqat qilamiz. Ammo bu jihatda diqqat qiladigan bir nuqta bor. Cho'qim obdan anglama gapni. Agar Scott Meldingda, ya'ni shu oyning oxirigacha topshirilgan Scott Meldingda siz 10,000 kron topshirishingiz kerak deb yozilgan bo'lib, siz Scott Meldingni tekshirmay, uning vaqti o'tib ketib, ya'ni 4-oyning 30'i oxirgi muhlat, bu vaqt o'tib ketib, siz topshirmagan bo'lsangiz,
bu topşırılmagan pulga rente, yani ösüm hesaplanışqa başlanadi. Yani 10.000 kronun ösümü hesaplanışqa başlanadi. 4. ayının 30'u, yani 5. ayının 1'den başlap. Bu pulni siz topşırmay amal yok. Yani sizge skat baj idarasi qayta xat etadi. Ma pulni topşırmapsa topşır deydi. Aman aladi o pulni sizden. Ama o çağda mesela 5. ayının 1'i g'acha topşırmay emas. 10. aygacha topşırıp qalsangiz, bu 10.000 so'm, 10.000 kron, 11.000 kron bo'lib qolishi mumkin. Yani 10.000 kron özü 1000 so'm ösüm. O çağda 1000 so'm ösümni topshirishga majbur bo'lib qolasiz. Demek ki siz bilip bilmay ösüm to'lab qolasiz. Yani sizga aram bo'lib qolmasin. Şuna bu ishga diqqat qiling. Bu bir ish, undan boshqa topshirish vaqti, mesela 4. ayning 30'u siz o'zgartirib, avatayotgandan keyin, uningda mesela bosh qaytadigan bo'lsa, sizga bosh qaytadigan bo'lsa, albatta o pulning ketishini saqlab o'tirsiz. Ammo siz bosh topshirsiz deb kelgan bo'lsa, 5. ayning oxirigacha bu pulni topshirib o'tishingiz kerak. Chunki asqatni meldingga qarasangiz shuningda bor. Ma pulni machinchi ayning machinchi kunigacha palani kontoga deb. Odatda buni shu siz qaysi kommunada turayotgan bo'lsangiz, shu kommunaniki iqtisod bo'limiga topshirsiz. Mening bilishimda muhlat 5. ayning oxirigacha. Bu pulni mayli to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, topshirishingiz kerak. Topshirgandan keyin xatolikni bayman degandek usulda keyin tangishib o'tadi, yani sistem. Bu vaqtda hozircha berdigan ufqum shunchalik. Endi biz hozir mushu skat meldingni bir ko'rib chiqamiz. Başdan oxirigacha. Uningga nimalar yozilgan, nimalarga diqqat qilamiz. Shunga hozir hammamiz birlikda mushu skat meldingni bir ko'rib chiqaylik. Buningda aldı bilen mesela skat meldingninki bir misalini eç üçün biz nimege baraylik? Google'ga berip bu yerda skat etatin deb yazsangiz, yani baş idarasininki torbeti eçiladi. Skat etatin checked.no. Bunu açgandan keyin bevosita person, yani skat etatiniki baş beti person bilan boshlanadi, chunki mutlaq ko'pchiligimiz shu individual baş topshirishlar bo'lishqa. Bu yerda nimani bir ko'rib boqaylik avval. Masalan, skat melding. Bu yerda exemplar, ama on tarafı üstüde exemplar deb yazsak, onunki misallari, mesela skat meldingniki misallari var. Örneği yani. Bunun da bu PDF şekilde bir skat melding yazılgan ki. Bunu içip qarsak, skat melding 2018. Yani bu yerda her yılniki sani bu yerga yazılgan bo'ladi. Hozir aldı bilen şu skat meldinganda bu o'tgan yilniki baş ishlari bo'lg'achqa 2018. Bunu ko'rgandan keyin mau ostiga tushib qarasak, bu nimadan boshlandi deganda ma 2'de 2 şu kirimdan boshlandi bu. Yani o'tgan yilgi kirimimiz. Mana da bu belgen örnek bir pensiyon kari ekan, yani pensiyaga chiqqan bir kari nomli bir ayolniki. Bu albatta rost emas, bu misol bo'lganligi uchun soxta örnek berilgan. Bu
pensiyaga chiqqan bo'lmay bo'lg'achqa bu pensiyadan boshlanibdi. Aslidagi normal ishlayotganlarniki qandaroq bo'ldi deganda bu mau nimadan boshlanadi? Ikkida bir masalan lo'n ok tilsvarini uyutilsa. Ya'ni u maosh va shunga o'xshash kirim degan narsadan boshlanadi. Bu boshlanib, masalan, o'tgan yil umumiy 1 yillik maoshingiz bu yerda lo'n, andan keyin Scott Bill debdi. Demakki bu odam mana bu bir misol bu. Nurman O'la degani bu bir example, ya'ni o'rnak. Bu Nurman O'lami bunda bir shirkatga ishlaydi, ya'ni falon idora sana bergan maosh o'tgan yilgi maosh debdi 580 ming. Ya'ni idora bergan maosh 580 mingga free bill deydi. Ya'ni bu shirkatniki bunga bir mashina bergan idorasidan xizmatga ishlatadiganlar. Bu mashinaga qolgan chiqim 48 ming bo'lg'achqa bunimi kirim hisobida menga yozadi. Ya'ni bu ostiga olsak birinchi ikkidan boshlanganlari maosh bo'lsa 2'de 8, 4'de 3 deganlari anadaki uyga o'tadi. Uyingiz masalan uyiniki 50% sizga tava bo'lsa, har ayol bo'lg'achqa, bu yerda ayrandil 50%. Bu yerda gurun nomer, Brooks nomer va boshqa nomerlari, har bir uyimizniki uy xatida yozilgan nomerlar bo'ldi. Bu yoziladi. Andan keyin uning ostida renta, inskut, verdipapir, under kapital. Ya'ni bankada pulingiz bo'lib, uning o'simi bo'lgan bo'lsa, bankaning ismi yozilgan bu yerda, andan keyin avkasning, forsikring, renta, verdi, obligation, andan keyin renta, verdi, obligation shu narsalardi. O'sim va boshqa narsa. O'simdan masalan pulchiqlar ba'zilar bankka pul qo'yib o'simini xashlaydi emasmi? Boshlanma shakl. Andaki muhim narsa kelamiz, ma 3'te 2, 3'dan boshlanadiganini Fradrag. Bu Fradrag degan nima deganda bu hammamiz cho'qim ko'ngil bilishga tegishli nuqta bu. Ya'ni kechirim qilinadigan bojlar. Shu umum topshirilgan bojdan kechirim qilinadigan pullar mishaga yoziladi. Buningda endi Fradrag etilgunning til Arbeitsintäkt deganda Minste Fradrag egen intäkt degan bir yeri bor. Bu Minste Fradrag bir asosiy son endi. Hammamizdan kechirim qilinadigan bir son. Bu masalan bu qaysi yilniki kelganda O'lan Nurmanning 2017-yilniki bu. 2017-yili bu son, ya'ni hammamizdan kechirim qilinadigan asosli son 94.750 ekan. Bu yili bu o'sdi bu son. Hozir 97 mingdan ortiq bo'lishi mumkin. Uni sal turib ko'rib olsak bo'ldi. Andan keyin Rise Fradrag. Ma'nosini ele tushundirma. Rise Fradrag masalan ishqa berib kelish orliqingiz uzun bo'lsa, jiroq bo'lsa, ya'ni ma'noda yozilganda bu O'lan Nurmanniki 80 kilometr deb yozilgan. Bu 80 kilometr nima deganda ishqa berib kelish, ya'ni uyingiz bilan idorangizning orlig'i 40 kilometr bo'lsa, berib kelish 80 kilometr bo'lgan bo'ldi. Demak bu O'lan Nurmanniki uyiniki adresi bilan ishiniki adresi arasidagi orliq 40 kilometr. O berib kelishni 80 kilometr yozib, uni 230 kun nima kun deganda 230 kun degani xizmat kuni. Biz ishlaydigan kunimiz. Ya'ni bir yilda haftada 5 kun ishlasak, yilda 230 kun ishlaymiz. Shuni ko'paytirib o'tib, andan keyin kilometrga berilgan puli bor. Uni hisoblash usulini sen ko'ramiz, turib ko'ramiz. Mushu uni hisoblab chiqsangiz, agar uyingiz bilan ishingizning orlig'i uzun bo'lsa, bundan xeyli jiq pul qaytadi har yili. Buni cho'qim diqqat qilishingiz kerak.
Ondan keyin keldig'ini mana 3/3, 4/8'dagi mana renta yield, under kapital kostnader fradrak degani. Bu bek muhim. Chunki Norvegiyada ko'p qismimiz uy setib olgan. Bu uy setib olgandan keyin har yili bankaga to'laydigan o'sim bo'ladi. Olgan shu bankaga to'laydigan pulning o'simi u mushaga yoziladi. O'sim shu uy pulining o'simi kechirim qilinadi. Shunga bu yerga yoziladi. Buningda banka odatda avatidi, ya'ni skattaga, boj idorasiga o'tgan yili bu odam nechilik boj to'ladi, nima o'sim to'ladi, uyining qarz puliga degan narsa keladi. Ammo u sonmi to'g'ri bo'lishi notayin. Shunga cho'qim buni tekshirishingiz kerak. Ammo yerda ma pension kariniga qaytib kelsak, bu yerda nimani ko'rsatmoqchiman desanglar, bu yerda ko'rsatilgan bir narsa bor. Bojni hisoblashda qanday hisoblanadi? Nimani asos qilib, masalan, biz deymiz, men 36% boj topshirma desak, yana birimiz men 25% topshirma deydi. Qaysi pulniki shu 36%ni yoki 25%ni bojga topshiramiz deganda bu mundaq hisoblanadi. Ya'ni mayada bir liniya bor. Bu liniya yuqoridan tuvanga qarab intact. Mayaga diqqat qilsak, intact ok fradrak bu liniyaningki ismi. Intact fradrak. Ya'ni nima bilan kirim bilan kechirim deya bo'ldi. Bu yerda yuqoridan tuvanga bay degandek mau kirim, mau bankiniki o'sim va boshqalar, anadikin renta, uy puliga to'laydigan rentlar shu hammasi bo'lib, masalan, yuqorida maoshingizdan minuslar, fradraklar, kechirim qiladigan sonlarimiz elingandan keyin, masalan, deylik, mana pension kariniki dastlabki shu kirimi 147.972 kron keldi. Ham bu elinadigan minus fradraklar, kechirim qiladiganlar hammasi elib o'tilgandan keyin qanchalik qoldi deganda ostida, mana ostida qarasanglar, sum grundlag for intact og formuesskatt degan yeri bor. U hammasi elinma dastlabki 147 mingdan bu 90 hammasi elinma yuqori minuslar elingandan keyin 91.038 kron pul qolgan. Ya'ni mushu son asos qilinib, mushu sondan boj tutiladi. Masalan, 30% to'lamoqchi bo'lsangiz, bojni mushu 91 mingniki. Bu yerda bir masalan misol bersak, masalan deylik, sizning maoshingiz 500 ming desak, bundan olamiz fradraklar, ya'ni abayqanda kechirim qilingan minsta fradrak deymiz, boshqa bankadagi uy puli, to'langan uy pulining o'simi, orliq, masalan, ishga berib kelishdagi orliq hisoblanib kechirib o'tilgan pullar hammasi bo'lib, masalan deylik, 200 ming kechirim qilindi desak, bu avatgandan keyin qanchalik bo'ldi deganda, bu ya'ni 300 ming kron bo'ladi. Demakchi, sizning maoshingiz 500 ming amaliyotda o'tgan yili. Bir yillik kirimingiz maoshingiz. Ammo kechirim qilingan pullar, bu puldan bu kechirim qilinib 200 ming kechirim qilindi. Oxiri qolgan son nima bo'ldi deganda 300 ming. Ana bo'lsa, bu 300 ming krondan anandikin boj tutiladi sizdan. Ya'ni masalan siz 30% boj topshirgan bo'lsangiz, o'chaqda 0.3 ko'paytirsak,
bu qanchaga teng bo'ldi deganda 90 ming. Ya'ni siz 500 ming maaş aldınız o'tgan yili, uning 200 mingi kechirim qilindi. Kechirim qilingandan keyin qolgan son 300 ming bo'lsa, agar siz 30% boshlab tursangiz oyda, bu 300 mingning 30%i 90 ming bo'ldi. Shundaqda bir yilda topshiradigan boj 90 ming bo'ladi. Buni agar 12 ga bo'lib olsangiz, o chaqda yil oyda to'laydigan boj kelib chiqadi. Masalan, buni 12 ga bo'lsak, buning qancha kelib chiqadiganini o'zingizlar hisoblab olsanglar bo'ladi. 8 mingdan ortiqroq bir chiqishi mumkin. Hozir buni qarab o'tay. 9 mingni 13 ga bo'lib olsak 7500 krona oyda to'laydigan bejingiz shunchalik bo'ldi degan gap. Buning hisoblash usuli mutlaq bo'ldi odatda. Ya'ni mening o'tgan yillik kirimim manchdi, 30% boj to'laydim, undaqda oyda nechilik boj to'layapman, ham yoki to'lashim kerak deganda, mushu Scott Meldingda to'g'ri hisoblash uchun mushu usulni qo'llanamiz, mushu bo'yicha to'laysiz. Undan boshqa Norvegiyada hammamiz bilamiz, normal bojdan boshqa mulk beji degan bir narsa bo'ladi. Bu nima deganda mulk beji nima deganda, masalan sizniki mol mulkingiz bo'lsa, nima bo'ldi? Bo'ldi. O'tir. Kechirsizlar, balam hechkimiz yolg'iz qolgan to'q endi kirib chiqmoqdim. Ma'qul. Qasam qo'yib beraman, mana ko'rib turishim bor. Qandoq opoploqlaydi. Ma'qul chiqib ketdi. Bu mulk beji qanday hisoblandi deganda, buniki hisoblanish usuli ma'u nimaga qarsanglar? Mayada masalan ma'u abayqa bir liniyani ko'rsatgan to'q, mayada ham bir liniya bor. Bu liniya nima deganda, formula og yield. Qarsak, formula yield deganda yuqoridan tuvanga qarab bumi hisoblanib ma'lum. Qanday deganda, ma'u o'yiniki, masalan, 2-2 mayadagi o'yiniki bahası, qimmati deganlar bir şey yozildi. Masalan, ma'noda 111.999. Ya'ni bu mo'may normal bir uy setib olgan emas, o'tirish haqqi bor uyda o'tirgan bo'lishi mumkin. Ashunday qimmati hisoblangan. Ammo siz buning bir uyingiz bo'lsa, masalan 4 million, 5 million setib olgan, o uyniki qimmati bir şey yoziladi. Bu qimmat qanday hisoblandi, hisoblab ko'ramiz. Mushlar hisoblanib, menga mana ostidagi 131 ming 994 kron. Shu nimaga xotirlangan deganda, men qarsanglar sum Grunlock for Intex for Muscat degan bu yerda bir odamning mulki, ya'ni sizning boyligingiz mana shu shaklda hisoblangan. Albatta bu mo'may pensiya chiqqan mo'mayning jiq puli yo'q-ku, bu misolda yozilishi bo'yicha. Ammo siz agar masalan ba'zilarniki 2-3 uyi bog'labada, agar bu son ma'lum bir sondan eshib ketsa, o chaqda siz mulk beji to'laysiz. Ya'ni formula skat to'laysiz. Bu mulk beji
qanday to'lindi deganda, masalan, bayt degandek, agar ma'lum ma ostiki 131.994 degani, agar yalnız bo'lsangiz 1.900.000 necha odam 2 millionga yaqin oshnodan eshib ketsa, mulkingiz osh to'laysiz. Agar oila bo'yicha bo'lganda, oshno ish ketsida, masalan 4 million eshib ketsa, o'shoqda mulk beji to'laysiz. Buniki formuskatniki asosli soni qanchalik bo'ladi? Avval men degandek, taqadam 2 million oilaga er ayol ikkisiga 4 million bo'lamdi. Uning tafsilotini sal turib ko'rib chiqsak bo'ladi. Demakki, Nurgiyada to'lanadigan bosh ikki xil, birsi kirim beji, ya'ni birsi mulk beji. Ya'ni bek boy bo'lib ketsangiz, 5-10 yerda uyingiz bo'lsa va yoki millionlik mashinalaringiz birmalar bo'lsa, hammasi mishaga hisoblanib, mushu son, mulkingizning soni, qimmatli soni falon sondan eshib ketsa, bir sondan eshib ketsa, o chaqda mulk beji to'laysiz degan gap. Bu hozirgacha hamda bu Scott Meldingniki birinchi betida ko'rganlarimiz mushu bo'ldi. Ham ikkinchi betiga o'tsak, ikkinchi betida nima yozilgan deganda, post 4 chekit 3 chekit 2 bo'lik, ya'ni bo'lik o'pilisninga grundlag for formulas verdi, bo'lik qatorliqlar. Buningga diqqat qilishingiz kerak. Bu yerda uyingizniki kuchurlari xato yozilib qolgan bo'lishi mumkin. Buningda mayada tubida bo'lik nomer, andan keyin org nomer, andens nomer, mushlam tekshirish, undan boshqa va mayaga diqqat qilsangiz, Beraynet markets verdi for bo'lik degan yeri bor. Ya'ni uyingizniki bozor haqqi bo'yicha qimmati, hisoblangan qimmati deganda ma'noda yozilgani 583.304. Buningda qanday hisoblandi deganda, agar uyingiz, masalan, 2 uyingiz bor deylik. Tunji uyingizniki qimmati, ya'ni Beraynet markets verdi degani, tunji uyingizniki odatda 25%. Yani bozor narxiniki 25% hisoblandi. Agar yana bir uyingiz bo'lsa, ikkinchi uyingiz bo'lsa, ikkinchi uyingizniki qimmati bozor narxiniki 90% bo'yicha hisoblandi. Hisoblanib mishaga yoziladi. Ondan keyin mayaga diqqat qilsangiz, ayrandil deganda siz to'liq igidorchilik qilamsiz bu uyga yoki ayolingiz yoki yo'ldoshingiz bilan birga igidorchilik qilamsiz degan yeri. Bo'g'ashqa 50% yozilgan bu yerga diqqat qilsanglar, ko'rinlar 50%. Chunki er ayol bo'g'ashqa bu ishkelan 50% dan bo'lgan. Andan keyin bo'li tupi degan yeri bor. Uyning turi, uyning shakli degan yeri bor. Shu bo'li tupi deganga ham diqqat qilish kerak. Chunki agar sizning uyingiz bir laylihat bo'lib, endi bo'li yozilib qolgan bo'lsa, onunki masallar o'zgarib ketib qoldi, xato yozilib qoldi. Yoki sizning eni bo'lib, smohus yozilib qolgan bo'lsa, uning qimmatining hisoblanishi boshqacha bo'ldi. Shunga uyingizning tipi to'g'ri yozildimi bu yerda? Cho'qim diqqat qilishingiz kerak. Mayada laylihat deb yozilgan. Agar laylihat to'g'ri bo'lsa, laylihat bo'yicha, bo'lmasa eni bo'li yoki smohus deb yozishingiz kerak. Lekin bugun qachon silingan bu uy deganda, bu uy 1980-yil silinganki, agar oz yo ko'p yozilib qolgan bo'lsa, uni o'zgartirishingiz kerak. Andiki ostidan mana Perum, bo'li areal deganlar, bularni masalan 60 kvadrat metr debdi Perum. Masalan, uyning ichidagi ishlatiladigan qismi 60 kvadrat metrga. Agar bularni xato yozib qo'yish mumkin-da, masalan, kompyuter xatolik o'tkazib xato yozib qolsa, masalan 60 emas 100 kvadrat metr yozib qolgan bo'lsa, nurg'un ortiq bosh to'linib ketadi. Shunga mushu kvadrat metrni cho'qim to'g'ri yozish kerak. Agar xato yozib qolgan bo'lsa, va o'ng tarafda reddatil degan yeri bor. Mandaq songa o'zgartirildi degan yerga, masalan 60 emas 80 bo'lsa yoki 50 bo'lsa, shu 50 yoki 80 deb to'g'risini yozishingiz kerak. Andan keyin ba'zi uylarniki, primer bo'liniki, masalan, tunji uyingizniki
qimmati xato yuqori yozilib qolgan bo'lsa, masalan, uyingizning baho qimmati agar masalan ma'noda yozilgandek 583 bo'lib, amaliyotda siz hisoblasangiz agar bu 400 ming chiqib qolgan bo'lsa, buni cho'qim tushirishingiz kerak bu yoqqa. Reddettil deganda, например, bo'li, "Jag har dokumentation på att förmånsvärde är för hög i förhållande till marknadsvärde." Deganga marknadsvärde mandaqda deb yozishingiz kerak, uni o'zgartirishingiz kerak. Bunda ba'zida nima talab qilish mumkin? Dokumentasyon talab qilish mumkin. Nimaga asosan buni mushtaq o'zgartiring deganda, uningga isbot ko'rsatishingiz kerak yani. Mushunda menib bu Karininki bekchiq nimasi yo'q-ku bu yerda. Oxiri hamda ma'furul-löpi yani. Ma'bat keladi, bu hammamiz bektekal qilgan nuqta. Furul-löpi beregning av skatt och avgifter 2018 deydi. Vaqtincha, hozircha hisoblangan boj degan yerda bu. Ya'ni vaqtincha furul-löpi deganiki maqsad bu to'g'ri bo'lishi notayin demakchi. Ya'ni siz xatosini o'ngshab bergandan keyin biz to'g'risini sizga avatib beramiz demakchi. Buningda skat bunda qarasanglar skat formula skat statınğa to'lindi, statınğa ham kommunaga, ya'ni biz bojni odatda davlatga ham kommunaga ikkiga to'laymiz. Belki to'lagan bejimiz ikkiga bo'linib boshlig'i berildi. Ya'ni ma intex skat deganga qarasak, aslida intex skat til staten felles skat onun aslida kommuna och fylke. Anladaki staten trin skat av personintäkt deganlar shu. Shu bo'yicha qarasanglar, mana skat avgifti hukumat to'langani 3103, kommunaga to'langani 5244. Ya'ni bu mo'mayniki pensiya maoshini to'lan bo'lg'achqa to'lagan boj shu qadar oz. Aniki yana bir diqqat qilgan narsa, men yana Türk avgift deb bir narsa bor. Türk avgift bu nima deganda, paravallıqqa topshirilgan pulimiz bizniki. Masalan, shu doktor puli, maktab deymiz va boshqalar. Buningki normalda qancha % bo'ldi deganda 8% yuqori, 8da 2 bo'lishi mumkin. Bu pensionistlarniki 5da 1 bo'ldi-ku, 5da 1%. Bu shu umumiy kirimingizniki % bo'lishi hisoblanib, masalan buni mo'y 7547 to'labdi. Ya'ni bu pul nimaga bordi deganda, shu welfare, ya'ni ijtimoiy farovonlik ishlariga to'langan pul, buni Türk avgift deb ataymiz. Türk avgift shu doktor puli, maktab, yo'l va boshqalar. Shularga ishlatilgan boj bumi shu har birimizniki maoshidan tutiladi. Shunlashgan Norvegiyada doktorga ko'rinish bekorlik, maktab bekorlik va boshqalar deganga o'xshash. Hamda uning ostida qarasak, Furul-löpi beregnet skatt och avgift efter skattefradrag degan yeri bor. Yani hozircha hisoblangan boj qancha bo'ldi deganda, mo'mayniki 0 ga, ya'ni kirmabak tuvan bo'lg'achqa forskustrek furul-löpi yanasan. Bu mo'y ya qaytarmaydi-ki, ya bermaydi-ki, mushta ahvol. Ammo albatta bu yerda biznikiga ishlayotganlarnikiga bir son keladi. Tilguva bo'lsa taniymiz. Sana bosh qaytarildi degandek, reskat deb kelib qolsa, to'lashga tegishli deb qolsa minus son bo'ldi. O chaqda asli mayada to'lashga tegishlikin sumskat avgifti för masalan mo'maynikida sumskat avgift deganda 15894 boj to'lashing kerak deydi. Debdi uning ostida skattefradrag för pensionsintäkt, furul-löpi avgifter. Forskustrek
nol. Yani bu momay aldın kirimidan baş to'lamagan. Ma'noda mesela ma baş kirimidan to'lagan beji 8 mingdan ortiq, ammo u Türk daviflik to'lagan 7 ming bo'lib 15 mingdan ortiq to'lagan ki umum baş bir yilda. Ammo ostiga ya'ni bu yil manchilik baş to'laydi ekansa yoki boshqa turimiz deb kelmagan. Bu hozircha endi bu skat etatiningki chiqargan nemisi bo'lg'ashqa example ya'ni bir o'rnak bo'lg'ashqa buningda nol yozilg'ashqa shu bo'yicha ko'rib o'tdik. Amaliyotda uningda hammamiz bilamiz, ashada bir son keladi, yurakni titratiadigan manchilik pul qaytdi deb keladi va yoki minus reskat betala degani sen to'laydigan sen kam to'lagan boj degani bo'ldi. Uni bayman degandek 5-oyning oxirigacha cho'qim to'lab o'tishimiz kerak. Bo'lmasa aytganingdek nima neyimiz o'simi bilan to'laydigan ahvol yuz berib qolishi mumkin-da. Shunga bu ishga alohida diqqat qilsak bo'lmaydi. Endi yuqorida bu Scott Melding'ninki bir o'rnakni, bir example'ni ko'rib chiqdik. Uningda ko'rganinglardek ashulaqa son sifir bo'yicha bojniki turlar ayrilgan bo'ldi. Masalan 2.1 degani sizniki maoshingiz, kirimingiz bir yilda 3 nuqta necha deganlari masalan o'yniki, karenti degandek misol bo'yicha. U alaqa sonlar nima ma'no berdi? Uni bilib boqmoqchi bo'lsanglar, masalan, shu Scott etatiniki nimada Finpost degan bir yeri bor. Ya'ni shu nima degani buni qanday to'shqiz kerak? Men bilamidim-ku desanglar, buningda bu Scott etatiniki 5 bosh betaga qaytib bu yerga ekzemplardan emas Finpost deganni yozib sök qilsanglar Finpost Scott Melding degan yer chiqadi. Masalan buningda bu 2.1 degani nimadi desak 2.1 deb yozsak, bu yerda chiqdi mana 2.1 lön mevidari. Buningda tafsiloti ostida tushuntirilgan bo'ladi. Masalan ostida har xil kirimlarniki turlari tushuntirilgan bu yerda. Ma Feriya Penga masalan Feriya Penga tushuntirilgan. Feriya Penga har yili bizga ta'til qilishimiz uchun bojdan qaytadigan pul bu Scott Pilik deb bo'ldi odatda. Undan boj tutildi. Ondan keyin boshqa ba'zilar so'ragan bo'ldi. Qandoq kirimlar bojsiz bo'ladi, boj tutilmaydigan kirimlar bormi deb. Masalan, undalar bor. Masalan, qandoq kirimlardan boj tutilmaydi deganda mayada bir misol borki, masalan buning ichida bizga munosabatliklari masalan Barni Bidrock. Barni Bidrock degan nima deganda ayrilib ketgan. Bunda ahvol yuz bermasin inshaalloh. Ayrilib ketgan, ajrashib ketgan ayollar bo'lsa, bir taraf balani beqishga mas'ul bo'lsa, yana bir taraf bola 18 yoshga kirguncha o'taydigan bir puli bo'ladi. Ya'ni yordam puli, turmush yordam puli bolaga. Mush yordam pulidan boj tutilmaydi ya'ni. Barni Turgut. Bu Barni Turgut degani har oyda bolalarga hukumatdan beriladigan 970 so'm, 70 kron pul bor. Ya'ni bir har bolaga beriladigan. Bu bojsiz pul, bojsiz kirim. Ya'ni bundan boj tutishga bo'lmaydi. Ondan keyin bo'lik soliq deydi. Agar uy sotgan bo'lsangiz, Gevinst besalga puli er skattefritt hvis
Du har bodd i der i minst 12 av de siste 24 månedene deydi. Agar siz sotgan uyning oxirgi 2 yil ichida 1 yil siz o'tgan bo'lsangiz uyda, uyni sotgandan keyin foyda olgan bo'lsangiz, bu foydasidan boj tutilmaydi deydi. Andikin bu ustatda masalan o uy yordam puli o nimadan hukumatdan, Höchbankdan olgan bu ustatda bor. Buningga boj tutilmaydi odatda. Gava anondan boshqa masalan gava bergan bo'lsangiz, siz balki frivilli organizatsiyalarga gava bergan bo'lsangiz, uni odatda boj tutish emas, balki fradrag degan narsa bor. Boj kechirim qiladigan pullar degan yerga kirgizsangiz bo'ladi. Undan boshqa Gevins i Lotto, Norsk Tipping etc. deydi. Buningda Lotto o'ynab siz masalan manada deganida Norsk Tipping AS-niki Lotto, Viking Lotto, Tipping deganlarda nima qilgan bo'lsangiz, shuni o'ynab sizga pul kirgan bo'lsa, undan bojsiz bo'ldi ekan, boj tutilmaydi ekan. Kontant stötte degan bor, naqd pul yordam degan, undan pul tutilmaydi ekan, boj tutilmaydi ekan. Deganga o'xshash. Masalan, undan boshqa biz endi bu yerda agar ma'voyliqi nimani to'shqizish jihatda, shu jadvalni, skatta meldingni to'shqizish jarayonida agar o'pni skatta melding qilgandan keyin to'shqizish jarayonida qiynalsangiz, nimadan qiynalsiz deganda, asosligi masalan, shu boj kechirim qilinadigan shu pullarni, shu sonlarni qanday tekshirma, qanday kirgizma deganni bilmoqchi bo'lsangiz va bu yerda bir yordam kerak menga desangiz, shu skatta etatining bosh betiga kiriblar, bu so'k degan yeri bor-da. O'ng taraf ustida qarasanglar, so'k degan yeri bor. Misha kirib siz nima deb yozsangiz bo'ldi? Masalan, fradrag deb yozsangiz, so'k qilsangiz, fradrag deb yozgandan keyin fradrags veyledern degan bir narsa chiqdi. Ya'ni kechirim qilinadigan pullarniki yozilish haqidagi yordam. Mushni ko'rib chiqqan bu tas emas. Chunki pastga mangsangiz, fradrags veyledernda pastga mangsangiz, mayada belgi qo'yilgan yerlar bor. Masalan, Helse og familie deganda har barn under 12 år. Agar 12 yoshdan tuvan bolangiz bo'lsa, belgursiz. Chiqish ketmaydi. Andan keyin få extra reisevei til jobb på grunn av levering til barnehage eller skolefritidsordning. Ya'ni ishqa borguncha mening orlig'im uzoq ishqa. Uzun manaman va yoki balamni yasliga olib borguncha uzun minib qolaman deydigan yeringiz bo'lsa, buningga belgi qo'ying. Andan keyin agar 12 yoshdan yuqori 12 yoshdan cho'ng bolangiz bor bo'lib, ma'lum sabablar tufayli uningga alayda qarash ehtiyojingiz bo'lsa, buningga belgursiz. Andan agar betala underhållningsbidrag till tidigare äktenfälle deydi. Masalan, avval degandek ajrashib ketgan ayollarda masalan bolaga yordam pul beradigan yeringiz bo'lsa, buni belguring. Yana birisi, agar siz yalnız yaşaydigan birisi bo'lsangiz, yalnız qaraydigan birisi bo'lsangiz bolalaringizga, o ensli forsörge deydi, ya'ni ya yo'ldoshi tugab ketgan yoki ajrashib ketgan, ishqab har turli sabablar tufayli o'zingiz ayrim qaraydigan bolangiz bor birisi bo'lsangiz, buningga belguring. Agar siz meyib bo'lsangiz, uyför deydi. Uyför bo'lsa, buningga belguring. Andan keyin har stora sykdomsutgifter deydi. Agar o'tgan yili siz salomatligingiz yaxshi bo'lmay, bekchiq qiliq doktorxonaga jiq pul to'lab ketgan bo'lsangiz, buningga belgursangiz bo'ldi masalan.
Andan keyin aslında yok ok utanning deydi. Avstan mellom yem og jobben mer enn 44 kilometer tur-retur deydi. Mana dikkat qilsanglar, agar buni mendan jiq so'ragan atrofimiz qarindoshlar. Mushu ishqi mashinada berib kelma, ashiniki bu toshquzdigan yeri yoki ashini qanday toshquzmaydi deganlar. Mayada aniq yozilgan. Agar uyingiz bilan xizmat o'rningizning oralig'i berib kelish 64 kilometrdan oshsa, ya'ni bir berish oralig'i 32 kilometrdan oshsa degan gapda bu. Berib kelish 64 kilometrdan oshsa, andan keyin Belgorodiyaga. Belgorodiyadan keyin asta qarayli, har utgifter till bompengar eller färja på turen mellan hem och jobb deydi. Bu muhim nuqta. Agar siz ishqi bag'icha bompenga to'laymiz-ku odatda mashina haydading deb. Bompenga to'laydigan ishingiz bo'lsa, buni odatda hammamiz to'laymiz. Shu uzun orliq bo'lsa to'lamaydiganlar oz. Yoki bir paraxoddan o'tadigan ishingiz bo'lsa boshqa bir tarafga. Ashta ishingiz bo'lsa, buni balki qo'ysiz. Andan keyin overnattat anstad en yemma på grund av jobb deydi. Agar xizmat ehtiyoji sababli siz sirtda qo'nadigan bo'lib qolsangizda, sirtda qo'nib turib ishlaydigan, bir yerga ketib qolib, ashada qo'nib turib ishlaydigan ishingiz bo'lsa, buni balki ko'rsiz. Andan asta pendler deydi. Bu pendler degani nima deganda uydan ayrilib turib ishlaydiganlar. Va yuqoridagiga o'xshamaydigan yeri, bular uydan to'liq ayrilib turib ishlaydiganlar. Ha, yuqoridagisi o'rnatda et anstad en yemma på grund av jobb degani, bu qisqa vaqtlik uydan, masalan, bir necha kunlik, haftada bir necha kun yoki arlab degandek shu qildiganlarda sirt qo'nib qolganlar. Ammo bu pendler degani bu shu maxsus, masalan, Shvetsiyaliklar Norvegiyaga kelib ishlaydi. Ular kunda uy ketmaydi-ki, yoki yatni oxir ketmaydi. Ular qanday qildi? Ular shu Norvegiyada bir uy kiralaydi, hatto uy setib oladi. Ular shu, ya'ni Norvegiyadagi bir uyda turib ishlab, pul tepib, ta'tillarda ketadi, boshqa vaqtda mishada yashaydiganlarda ular pendler bo'ldi. Agar bo'lsangiz, shunday birisi bo'lsangiz, albatta bizning oramizda bundalar yo'q deylik, bilgursangiz bo'ldi. Undan boshqa Medlem en fagforening. Biz odatda xizmat o'rnimizdan ko'pinchimiz shu bir fagforeninglarga, ya'ni kasbiy organlarga a'zo bo'lamiz. Shu u a'zo bo'lish haqqi to'laymiz emasmi shu fagforeningga? Shunga agar ashta a'zo bo'lsangiz, buni bilgursangiz bo'ldi. Andan keyin har flyttat på grund av ny jobb deydi. Buni yozish to'g'ri bo'ldi ekan. Masalan, siz xizmatning ehtiyoji sababli ko'chishga majbur qolgan bo'lsangiz. Masalan, siz Stavangerda yashaysiz. Ammo Oslodan bir yaxshi ish chiqib qoldi. Maoshimi yuqori, yaxshi chiqib qoldi. Ammo shunday ahvolda agar ko'chishga majbur bo'lib qolgan bo'lsangiz, mishaga belgorsangiz bo'ldi ekan. Ondan boshqa siz beliqchi bo'lsangiz, dengizda ishlaydigan bo'lsangiz, taraq-turuq mushlar, hamiz ba'zida yozig'lar, mushlarni o'qib belgorib mangasiz. Anadaki mayada buli ok aynı deydi. Har buli seskap eller samaya degan uyingiz bor bo'lsa, bu yerga belgorsiz. Anadaki har laydut buli deydi. Agar uyingizni kiraga bergan bo'lsangiz, buni belgorsiz. Ondan boshqa agar har sol buli eti fritidsbolig med tapp, agar uyni setib ziyon tortgan bo'lsangiz, buni belgorib ekansiz degandek. Ondan boshqa bank og lån deydi. Agar bankadan olgan qarzingiz bo'lsa, uy setib olish uchun va boshqa qarzlar bo'lsa, buni belgorib ekansiz. Ondan keyin har refinansiert lån i løpet av året som har gått deydi. Bu nima deganda, masalan, siz bir bankada qarz pulingiz bor, uy setib olgan, uyga qarz olgan. Ammo bu bankniki o'simi bek yuqori bo'lg'achqa boshqa bir bank topdingiz, masalan, o'sim to'laroq bir bank topgandan keyin bu
algan qarz pulini banka uyning qarz pulini boshqa bankaga o'tkazib etdingiz. U o'tkazish jarayonida bir qism to'laydigan pulingiz bo'ldi bankaga. Yana bir qism chiqim bo'ldi-da. Ashta ish bo'lgan bo'lsa, uni bel ko'rsiz. Andikin bu yosh bolalarda aloqa spar, EBS uy degan bir nima aloqa uy setib olish uchun aloqa bankaga pul qo'ydigan yoshlar bor-da, o'quvchi bolalar. Agar shunday bo'lsangiz bel ko'ring. Andikin har so'gt akşa eller verdiği papir med tap dedi. Bizning oramizdan baka olsam ba'zi Uyg'urlar shu paycheki app sotadiganlar bor ekanda. Paydagan bo'lsangiz, u boshqa gap agar setib ziyon tortgan bo'lsangiz, bir şey belgirsangiz bo'ladi ekan. Andikin gava deydi. Agar siz har yit gava telefirili bir organizasyonu deydi. Bu biz Uyg'urlar diqqat qilishga tegishli bir nuqta. Chunki biz Uyg'urlarda hozir nurg'un jamiyatlar shu kirim chiqim qilmaydigan frivilli organizasyon shaklidagi, ya'ni xolisona yordam tusi olgan yordam organlari bor Uyg'urlarning ichida. Bularga bizning oramizda Uyg'urlarda iyona qiladigan, yordam beradigan, pul beradiganlar bor. Agar ashta bergan bo'lsangiz, uning kvartirani saqlab qolgan bo'lsangiz, ashuni mishaga belgirsangiz bo'ldiki, uningda fradrak, ya'ni bojdan qaytirdi shu pulni-chu. Yani hammani to'liq qaytarmaydi, ammo fradrak qatoriga kirdi. U siz to'laydigan bojniki asosiy sonining ozayishiga bois bo'ldi. Shu belgilarni urib olgandan keyin fradrak veyledirinde viss möjliga fradrak aslida shuni chekimiz endi. Masalan, qaysi kechirim qiladigan pullar bor, qaysi ehtimollik bor deganni ko'rish uchun buni chekimiz. Chekkandan keyin aslida chiqdi, javob chiqdi. Dini möjliga fradrak deydi. Ya'ni sizga nisbatan kechirim qilish ehtimoli bo'lgan fradraklar pullar. Extra rejsa till jobb på grund av levering till barnehage och skolfritidsordning. Buni nega to'shqisi deydi. Buningda bu 3-2-10 degan o'sha postga to'shqis ekanmiz unda. Buningda endi qabay degandek uy bilan ishning oralig'ini hisoblagandan boshqa, agar siz ishga borgacha bolangizni yesliga opirib o'tib, andan keyin yeslidan ishga boradigan yeringiz bo'lsa, shu yesliga berib qaytgan hamma yo'lni hisoblab kilometrni aşağı to'shqirsangiz bo'ldi. Andan keyin barn unda to'l o'g'daydi. Buningda fradrak balalarninki, mesela 13 yoshdan to'g'an balangiz bo'lsa, buningda yesliniki harjili to'lagan puli bo'ladi. Buni cho'qim unutib qolmang, bu bek muhim. Chunki yesliga bir yillik pul xeli bor. Buningda o'lcham nima deganda, tunji balangizga agar birla balangiz bo'lsa, 25 ming krongacha kechirim qilinadi. Agar balangiz birdan ko'p bo'lsa, birinchi baladan keyinki har bir balaga 15 mingdan qo'shilib mangadi degan gap. Ya'ni ikki balangiz bo'lsa, 25 ming qo'shilgan 15 ming 40 ming kechirim qilinadi. 3 balangiz bo'lsa, 25 ming qo'shilgan 15 ming qo'shilgan 15 ming, ya'ni 55 ming kechirim qilinadi degan gap. Ya'ni shu balaning ishga kelganda fradrak deydi, buni cho'qim diqqat qilishimiz kerak, uni cho'qim tekshirishimiz kerak. Ondan keyin underhållningsni bidrag till tidigare ektefälle deydi, bu avay degandek ajrashib ketganlar, ayrilib ketganlar balasiga bergan yordam, uni so'zlab turibdik. Ensli forsörge deydi, yalnız yashaydiganlar, balasi borlar. Bular odatda bularga naftin alayda yordam beriladi. Yalnız qaraydi balaga deb. Buningda alldeles mutta utvidet barnetrygg från NAF kan få särfradrag för enslig forsörjare. Buningda bosh kechirim qilingan pul bor. Agar deydi bu kechirim qilingan son odatda NAF
naftdan avatiladi skatqa. Fradrakning puli soni. Agar u xato izlab qolgan bo'lsa, cho'qim naft bilan aloqa qilib, naftdan u sonni tuzitish orqali naft orqali avatishingiz kerak yoki naftning sifatini skatqa ko'rsatsangiz bo'ladi. Ufer'ninki masalan meyiplarniki ayrim nemisi var ki onu qiziqilg'ala o'qisangiz bo'ldi. Agar siz o'tgan yilgi shu doktorga ko'rinish haqqingiz bak yuqori ketgan bo'lsa, uninki post nomeri 3-5-4 ga. Buning tafsilotini olsangiz, uning qanday tafsiloti borligini o'qib olasiz. Avstanda ma'lum yem o yo'ldan megan 64 kilometr retur dedi. Yani abay degandek uyingizdan ishingizga chiqib bo'lgan orliq, buning ichida bolangizni yesliga qo'yadigan orliqlar bor. Muşunun sani kilometr sani 64 kilometrdan oshgan bo'lsa, berib kelish. O chaqda onu yazsangiz bo'ldi ekan. Buningki nomeri, post nomeri 3-2-8. Bu yerda nimeniki mo puli borda, Bumpenger masalan, Bumda o'tganninki deydi. Muşunlar ma'nolar birga yozildi bu odatda, ama o 64 kilometrning ishi bilan birga yoziladi. Bu bum puli odatda hisoblasangiz, agar 3300 krondan oshgan bo'lsa, shu bumga to'langan pulingiz yilda. Uni yozsangiz bo'ldi ekan. Overnatet anställd en hjemmefotograf jobb. Buni abay so'zlab o'tdik. Medlem i fagforening. Fagforening nimalar odatda yoziladi nimaga? Skattemeldinga. Agar xato yozilib qolgan bo'lsa, uni o'zgartirsangiz bo'ladi. Buli selskapga uyingiz bor bo'lib, uyninki masalan primer buli, sekundar buli, markets verdi, yoki bozor narxi bo'yicha hisoblangan qimmati deganlarni tafsiliy tekshirib xato bo'lsa, yoki uyning tipi xato yozilib qolgan bo'lsa, hammani o'zgartirishingiz kerak. Ondan başqa Laydut buli, etta Fritis buli. Laydut buli, ella Fritis buli deydi. Agar siz uy kiralagan bo'lsangiz, yani ishki uyingiz bor bo'lib yoki huttiga o'xshash Fritis buli yoki chet elda uyingiz bo'lib, o'zingiz o'tolmaydigan kiralab topgan bo'lsangiz, uninki nimasini to'shqizdigan ayrim nimasi bor. Onu to'shqizishingiz kerak. Yani odatda o masalan ishki uyingiz bo'lib, bir uyingizni kiraga bergan bo'lsangiz, 28% boj topshirsiz. Onu topshirish usuli ayrim bir postda tushuntirilgan. Onu ayrim o'qisangiz bo'ldi. Andika sol boli ella Fritis boli metah deydi. Agar uy setib foyda olsangiz, tanlaysiz, ammo ziyon tortib qolgan bo'lsangiz, u ziyonni Fradrak qatorasida yoza olar ekansiz, ya'ni kechirim qildik. Andikin Lo'nniki, shu ko'pinchimiz uy setib olganlarniki bankada shu uy qarz puli bor. Shuning o'simi to'g'ri yozildimi, xatomi? Shuni tekshirib bank orqali. Xato yozilib qolgan bo'lsa, az yozilib qolgan bo'lsa, uni tuzatishimiz kerak. Onun kere financier loan yilib olay degandek, agar bankadagi uyning qarz pulini bir bankadan boshqa bir bankaga o'tkazish sababidan bir qism pul to'lagan bo'lsangiz, ularni shu post, ya'ni 3-1 hashaga yozdi ekansiz. Gava til frivillik organizasyon abayman degandek, agar Uyg'urlarning ashta organlariga va boshqa organlarga siz yordam bergan bo'lsangiz, gava qilib, ashuningki sommasini mega yozdi ekansiz. Post 3-3-7. Demakki, bu yerda endi asosan shu bizningki diqqat qiladiganimiz shu Fradrak endi. Minsta Fradrak hammalardan shu bo'lib ishlayotgan kirim-baladan kechirim qilinadigan bosh qonchilik deganda 2019, ya'ni 2018, ya'ni o'tgan yilning boshqa 2018 dan qonchilikka deganda 97.610, ya'ni shu umumiy kirimingizdan oldi bilan shu 97.610 elib o'tiladi. Minus, yani. Ondan keyin avval deyilgan minuslar e'lonlangandan keyin, andan keyin sizniki bosh to'laydigan pulingiz hisoblanib chiqarildi. Trygdeavgift
doktorlarga, maktablarga va boshqalarga to'laydigan nimamiz Turkda Aviyev 2018-dagi sats miyada turdi mana 8,2% ga. Lönseintäkt söküpenga olsa videre yani maaşı valaga 8,2% Turkda Aviyev төлeysiz. Turkda Aviyev. Bu başka devletlerde var mı yok bilmeyim. Bu şu asaslığı şu bizdeki paravanlık işlerimizde tölendiğin pul. Mayada endi izlığında bu pensionistlarga pensiya çıkanlarının ki 5'te 1 buldu ki adette. Pensiyon intek 5'te 1 yoki 17 yaşdan tuvan belki 69 yuqorlarning 5'te 1 buldu ki. Bunun bilib qolsak bo'ldi. Endi mayada bir qarindoshimiz bir savol yozganda qoldi. Men ko'rib boqay, yaxshimisiz? Nihoyatda program bo'pti. Vaqtida tushuncha berganingiz uchun rahmat. Sizga bir savolim bor. Yangidan bir ishlab chiqarish va kichik tipdagi ish yeri echish uchun bu ishni qanday va qaysi shaklda boshlash to'g'ri bo'ladi va qanday qilib hukumat yordam bilan boshlagan bo'ladi debdi. Aziz Qurban degan bir do'stimiz bir savol so'rabdi bu yerda. Yangidan bir ishlab chiqarish va yoki kichik tipdagi ish yeri echish uchun bu ishni qanday va yoki qaysi shaklda boshlash to'g'ri bo'ladi va qanday qilib hukumat yordami bilan boshliqli bo'ladi debdi. Buningda endi men o'zimniki tushunchisini desam, agar siz bir korxona qurmoqchi, ya'ni birini ishlab chiqarmoqchi bo'lsangiz, bu albatta nimaga berib taqildi mencha, adam ishlatishingizga to'g'ri keldi. Yoki o'z oldingizga shaxsiy o'z oldingizga bir ishlab chiqarishni o'yladingizmi, uni bilmadim. Agar shunday bo'lsa, shaxsiy o'z oldingizga bir ishlab chiqarish o'ylagan bo'lsangiz, u tamamen mumkin. Masalan, kichikroq bir yana kiralaqlar o'z oldiga avval sinab bakab bir ishlab chiqarib, agar bozor topsa, ondan keyin asta-asta adam ishlatib doirasini kengaysa bo'ladi. Buningda mening bilishimda eng yaxshi usul Norvegiyada enkel persons foretag degan bir narsa bor. Ya'ni shaxsiy bir odam o'z oldiga ochgan shirkat degan bir narsa bor. Buni qilsangiz hamma narsaga o'zingiz ega bo'lasiz. Kirim chiqim, ishlab chiqarish va yoki boshqa. Agar albatta birini ishlab chiqarib satsangiz, kirimingiz bo'lgandan keyinla Rayinskapga boshursiz. Ya'ni bir buxgalter orqali sizning kirim chiqimingiz kontrol qilinadi. U buxgalter kirim chiqimingizni skatga, ya'ni boj idorasiga bizga yo'llaydi. Buning boshlanish usuli agar yolg'iz boshlayman desangiz, albatta shu men degandek enkel person foretag degan narsa bor. Bu shaklda boshlasangiz, menimcha to'g'ri bo'ldi. Agar yo'q, men bir cho'ngroq shirkat ichib, bir 5-10 odam, hatto 10-chi odam bilan boshlayman desangiz, uningda Norvegiyada hamda bir shirkatlarniki bir nechta turi bor. Ko'pincha aksia selskap bo'ladi. AS deydi bular. Aksia selskap nima deganda hamkorlash pay shirkati ya'ni. Ya'ni bir necha odamning payini ilib pay qo'shish orqali bir shirkat ichib, paydag'imi, ziyong'imi hammadan o'rtaq ega bo'ladigan shaklda. Buni olsangiz bo'ldi. Albatta buning tafsiloti murakkab jiq narsa. Endi u mening biladiganim ochiq pay shirkati, pay shirkatining bir nechta turi bo'ladi ekan. Masalan, bir odam ansvorli bo'ladigan shirkatmi bo'ldi ekan, hammadan ansvorli bo'ladigan ANA deydigan shirkatlar bor, ansvar selskap deydigan unda shirkatlar bor. Uning turini agar tafsilotini o'rganib desangiz, to'g'rida bu bizniki skatniki to'g'ri emas. Shu Google'ga kiriblar shirkatning turlari deb izlasangiz, hamma turlari chiqadi shirkatniki.
Salesforce forum deb yazsangiz, masalan, Google'ga Salesforce'niki har xil turlari, shirkatlarning turlari chiqadi. Shuningdan o'zingiz o'qib, qaysisi sizga muvofiq keladi, shu bo'yicha nima qilsangiz bo'ldi. Qaror qilsangiz bo'ladi. Buni tizimlatish birinishunda bir shu maxsus butun Norvegiyadagi ham organlarni tizimlatadigan bir organ bor. Birinishun registr deydi uni. Shuningga tizimlatasiz. Tizimlatgandan keyin sizga bir organizatsiyon nomer berdi. Ya'ni shu shirkatning nomeri bo'ldi. Shu bo'yicha ish yaparsiz. Hamma ishingiz shu organizatsiyon nomeri bo'yicha bo'ladi. Agar men degandek oddiy boshlab, asosda kengaytirmasangiz, eng oddiysi shu enkel person foretak. Ya'ni o'z oldingizga ochgan shirkat. Shu orqali boshlasangiz, asosda kengaysangiz bo'ladi. Endi buning yordam ishi qandoq deganda biz bojniki odatda bevosita aralashmag'achqa bu ishlarga men tafsiliy birmi deyamaydi ekanman. Ammo siz qaysi kommunada bo'lsangiz, kommunaniki shu ekonomiya, iqtisodga mas'ul bo'limi bo'ldi. Shu yerga kirib birsidan maslahat eling. Men shu ish qilmoqchidim. Qanday shaklda qilsam bo'ldi? Kommunal yordam qila olamdi bunga yoki hukumat davlatdan yordam qila olamdi deganni ash kommunadagilar tafsili yaxshi tushuntirib qo'ya oladi sizga. Mening sizga hozircha deb bera oladiganim mushunchalik. Bundan boshqa savol so'ragan do'stlar bormi, bilmadim, qarab boqay. Qaraganda boshqa savollarmi yo'q o'xshaydi. Men degandek endi bu Scottning ishi bek murakkab doirasi bek cho'ng bir ish bo'lg'achqa buni tafsiliy tushuntirish uchun bugun 1,5 soat bo'libdi. Menimcha 10-15 soat so'zsak tugamaydi. Chunki ammo hammadan muhim bo'lgan, diqqat qilishga tegishlik bo'lgan nuqtalarni ko'rib chiqdik bir qo'r. Menimcha shu yetadi. Ya'ni men degandek 500 mingning orasiga kirib sizmi hech nimaga qaramayli shunda o'tkazib turgan bo'lsangiz, o ziyon tatqiningiz tatqan. Bu ahmoqlikni qilmaydi. Chiqish ketmaydi. Men degandek Fradrag Sveleda ashuni ichibla boshqani qilgingiz kelmasimi? Yana bir ko'rsatib beray. Scottniki bosh betga kiribla, mana o'ng tarafda to'pida so'k degan yeri bor. Bu yo'g'intish aynigining surati bor yer. Shu yerga nimaga nima qilsangiz bo'ladi? Fradrag deb yozing. Fradrag degan kechirim degan gap, bosh kechirim. Fradrag deb yozib, buni cho'ng aytib ko'rsatib beray. Fradrag deb yozib, anadan keyin so'k qilsangiz, so'kni bossangizlar, eng beshida chiqadigini Fradrags Veilederen. Mushu Fradrags Veilederenni cheking. Chekkandan keyinlar, men degan yana nuqtalar chiqadi. Mushlarni tanlang. Qaysisi sizda bor? Mushlarni tanlab oldiga belgursangiz da bo'ladi. Ba'larga. Belgurupni mangisiz. Belgurup bo'lgandan keyin ostiga tushiblar. Vis mühlige Fradrag. Yani vis mühlige Fradrag deganni cheksingizlar, sizga qaysi bojlarniki kechirim qildiganligi aşağıda tafsilotini sizga ko'rsatib berdi. Buni sizga alohida yordam bo'ldi. Agar unutib qolgan, xato yozilib qolgan, shu son sifrlarning hammani bo'libmi, maoshingiz to'g'ri yozildimi? Chunki hammamizga maosh qog'ozi oyda keladi. Yil oxiri yoki yilning beshida bizga ish beruvchi o'tgan yil sana maosh berdi, maoshlik bosh tutdim deb bir qog'oz avatadi. Uni cho'qim saqlab qo'ygan bo'lishingiz kerak. Shuni bir tekshiring. Andan keyin bankdan qarz elib o'yag'anlar bankning o'simi to'g'ri hisoblandimi, uni to'g'ri tekshiring, to'g'riligimi xatami. Undan boshqa balları varlar, men degandek necha balangiz bo'lsa,
Aşı balağa keçirim qolgan pul tunji balağa 25 minggacha, ikkinchi baladan boshlab 15 mingdan qo'shilib mangadi. Ya'ni ikki balangiz bo'lsa 40 ming, ikki balangiz bo'lsa 40 ming, 3 balangiz bo'lsa 55 ming. Agar 4 balangiz bo'lsa, o 70 ming degan gapda. Bu nurg'un pul. Shuna mushnuqlarga bek diqqat qilaylik. Anadan bu nimasi bor, mol mulki bor qarindoshlarmi? Abay degandek ikkinchi liniya bo'yicha hisoblanadigan shu nimaga diqqat qilaylik. Bu ikkinchi liniya sizniki mol mulkingizni hisoblash bo'lib, o'rningda hozir bor mulkingizdan qarzingizni avitib, qolgan qismi o'lchamdan eshib ketsa, anadagi formula chiqadi. Ya'ni mol mulk beji to'laysiz. Bugun 1,5 soatlik kapishibdimi, herhalde azroq bo'lsa-mu bir tushuncha berdim deb o'ylayman. Albatta qarindoshlarimizniki o'xshamagan shakldagi savollar bo'ladi. Bu jihatda bugun yo naq maydonda ko'ra olmay qolgan bo'lishi mumkin yoki esi kelmagan bo'lishi mumkin. Agar bosh haqida so'raydiganlaringiz bo'lsa, bundan keyin mayli xizmat vaqti bo'lsin, mayli dam olish vaqti bo'lsin, telefon qilib yoki xat yozib, mayli telefonni so'rang yoki Facebookda so'rang yoki xat yozib so'rang, so'rasangiz men qo'limdan kelishicha yordam qilishga tirishaman. Oxirida ham deydiganim, biz yana 500 ming orasidagi millatdan bo'lib qolmaydi. Aqlli millatdan bo'laydi, o'zimizga puxta bo'laydi. Xayr. Allohga omonat. You